Yurun Sultan Yuxuandagi g'arbga sayohatdagi eng katta bir avliyo. Ya'ni Sulukoning ustozi Putin Lauzu Sanjirning sirtidan chiqib ketgandan keyin mash Yurun Sultan eng yomon, eng muxtar. Ya'ni bu butkul Sanjirning xo'jayini. Ya'ni bu yer uch zaman Arish shular yashayotgan Zimin Zivaya. Yamarajaning dargohi hammasining xo'jayini mash Yurun Sultan. Hamda buning sehr karomatimi eng qaltis. Hamda Balyuban Shiojin ko'rganlar Yurun Sultan Jo'zning ostiga kirib oldi-da, Sunukung erishni malman qanda. Amitani chaqirdi. Shuni bilan voy bu baq qo'rqinchiqga lot yo'ldi. Amaliyotda mayli kitobdagi tasvir va yoki g'arb sayohatining ashundan boshqa har qanday bir tipini ko'rib yiqinglar, hech qaysidan chiqmaydi. Endi shuningda bir qiziqarli chiqarish uchun shunday chiqarib qo'ygan. Shu vaqtning o'zidimi Yurun Sultan Amitdan yordam so'rindi. Herkes bangmang demdi. Shu an mingling deyotdi. Amitga buyruq qildi, farmon qildi. Amitdagi maoshni qilsin deb. Amitda bunda Yurun Sultanning qo'llasidagi bir avliyo. Uning buyruqiga shartsiz bo'ysunadi. Masalan, asarda Jingxi Ayzarshoyi Yurun Sultanning farmonini yomg'ir yog'digan vaqtida shunda qil nerber qilib qo'yg'ashqa qanday bo'ldi? Kol selinib ketdi. Yana Fengshan aymog'idagilar Yurun Sultanning taxtisini bir uyratga qanday qildi? 3 yilgacha tom yomg'ir yog'di. Yana Ajdarshoh Yamarajaning qasrini anglashib Sunukung qalayimqan qilib bo'limi Yurun Sultonga arz qildi. Demak, bu yer Yurun Sultonning u martamas huquq hammasi eng yuqori o'rinda. Har qandig'ini mush boshqara oladi. Lekin g'arb sayohatning asarda bunda 3 shaxsga Yurun Sultonning chiqmaydi. Ya'ni boshqaranmaydi bu uchini. Bu boshqaranmaydiganning birinchisi kim o? Hammalar bilib bo'ldi. Avliyo Azam Sunukung. Shunami? Sunukung o'z vaqtida erishni malman qilib Yurun Sultonning yuragini bir mujibatgan. Buning laqabi nima? Chitian Dashim. Erishki tangdash Avliyo Azam. Bu nima degan gap? Anglab yiqing. Erishki tangdash Avliyo Azam deydi. Ya'ni Yurun Sultonga men senga tangdash, erishki avliyoga men tangdash bir avliyo deyotdi. Yurun Sulton oxir maqla deb tasdiqlab tamg'urib berdi. Shundan jimi avliyolar Avliyo Azam deyotdi ma'ni. Nima? Shuning uchun butkul normal safargim qarsak, Sunukung Yurun Sultonni Yudi Lavar deb chaqirdi qanisi qarsak. Ay Yudi degan qariyan nima qilsa deb ishga tip kirdi. Shunami? Sunukungni mana hech kim undaq demaydi. Shuning uchun asari qarsakmi Sunukung har qatim har qanday bir Allohdan bir yordam so'rsa, yo'qmandadi bir qatim rad qilib baqmidi, bir qatim gapini jirib baqmidi. Hammasiga kuchining yetishicha bunga yordam qilyotdi. Rasmi yolg'onmi? Makiyat Sunukung Yurun Sultondan qo'rqib ketmaydi. Yurun Sultonning gapi o'tmaydi buning uchun. Ikkinchi bir o'tmaydigini aralashın. Ya'ni Sunukung erish o'risini malman qilgan vaqtning o'zida avvallik suara butsatva buning uchun Guanjang eg'izdagi Chendanish aralashishni tanqilanishi mumkin degan. Shuningla bu kelganlikin yordam qildi. Ammo bu yerda aralashishni erishni malman qilgan 700 yil burun Sunukung 500 yil burun aralashishni 700 yil burun erishni malman qilgan. Bunun Yurun Sulton buning tag'isi. Ya'ni Yurun Sultonning bir singlisi Zimin Kuchib odat insonlar bilan to'y qildi. Shuning bilan erish nizomi xilof qildi deb buni tavqirchaga bostirib qo'ydi. Shuning bilan aralashishni opsining qisosini elish uchun Yudidinki 9 o'g'lini o'ltirib Quyosh o'g'lini. Shuning bilan bu jang boshlanib erishni ma'lumot qildi. Ayni aralashishning martimi Sunukungni qilch qilishmaydi. Shuning uchun bu Yurun Sultonning huzuridan turmaydi. Yüz ayrim avliyo bu. Guanjang eg'iz turgan Chendanish avliyo. Masalan, Balyuban Shiojida qarsanglar, Sunukung aralashishning siyoqiga kirib olgan shu vaqtida misha tasvirni chiqqandan boshqalarningki tilaklarga deb xatni qilib turdi. Palani o'g'il balliq bo'lsam deb bir tilak tilabdi, o'zlariga mandanin qilibdi, o'zlariga mandat utunibdi deganki Sunukung mashning o'qiydi. Aralashishn Yudining yorlig'iga bo'ysunmay turib ish qilgan ayrim bir avliyo. O'z vaqtida urushib qolgachqa, bu Yurun Sultonning qishig'i bo'lmaydi, u buni chaqamaydi. Endi Yurun Sulton boshqaranmaydigan uchinchi bir shaxs Sunukungning ustozi Putin Lauzu. Jingge Xiyo shu Putin zoduju, qishi taziji budayga juyniniyat. Putin Lauzu butkul g'arb sayohatning planlovchisi. Kinatda bu uch zamonning sirtida turdi. Yurun Sultonning buni boshqargan huquqim yetmaydi hatta. Buning eng dastlab Sunukung tarbiyalagan ashada Sanshingdongni bog'lig'ini uqmaydi hatta. Putin Lauzuning dastlab ishada turgan va mavjudligini uqmaydi. Bundan sonra g'arb sayohat nomli asarda yeni qanday savollaringlar bo'lsa, yo'llar kashf jibojanda davomli mushto'g'riz paranglashimiz. Guanju qilishni unutib qolmanglar. Rahmat.